Yomg'irdan qochib do'lga tutildik o'rtoqlar. Toshkentdan 10 soat deganda Qozog'istonga o'tib olganimizdan keyin 2 sutka yurib kelib, Qozog'iston bilan Rossiyaning chegarasidagi salkam 5 kilometrlik probkaga, ya'ni очередga qolib ketdik. Mana bu hozir sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan kadrlarimni bitta ko'ring. Bu juda ham achinarli holat o'rtoqlar. Sabab bu odamlarning hammasi yon qo'shnilarimiz, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston fuqarolari. Nima deb o'ylaysiz? Bir joydan bo'lib turib, bu darajada bir-birimizga hurmatsizlik qilishimiz, bitta очередda bir-birimiz ustiga chiqib ketishimiz qanchalik to'g'ri?